Mardon ham karalarda uchib turib mana ishlari toshishni boshladi mana. Avgust kelsa yaxshi bo'lib ketadi, avgust kelsa yaxshi bo'lib ketadi degandinglar. Avgust ham keldi mana. Nima yaxshi bo'lib ketadi? Ob-havomi? Lekin salqinlashdi. Futbol o'ynasa bo'ladigan stadion quryapmiz Gazablovdan. Qaydasizlar mijozlar? To'xtab qoldi hamma. Bu yo'qmi? Shlaka bloklarimiz chiqishni boshladi ertalabda mana. Aravada olinadi, ketadi keyin shu bu. Mana ishlarimiz sifatlari. Xo'p. Yangi paddon qo'yganmizda ustiga mana bunday rezinka qoplaganmiz. Eski paddonlarimiz chiqarib tashlaganmiz. Sababi ishimiz sifatiga ta'sir qildi. Mana eski paddonlar chiqarib tashladikda bular bo'ldi, musorga chiqdi. Bu yoq endi mana yangi paddonlarda chiqayotgan ishlar orqalari mana. Ma'lumot uchun bitta shlaka blokka 1 kilo 400 gram 550 marka tosh sement qo'shamiz. Shuni hisobiga hop sinmaslik darajasi oshib boradi. Har bir g'ishimiz kilogrammi 19-20 kilodan. 19-20 kilodan. Bundan tashqari bu yoqda bu 19 ga 39 razmerdagi ishlarimiz. Bu yoqda mana 17 ga 35 razmerdagi ishlarimiz chiqyapti. Buni ham shu paddonlar yangilangan, rezinka qilingan holati mana. Kimga qiziq bo'lsa aloqaga chiqasizlar. Endi Penablok seximiz obzorini qilib Penablok seximizda ham tosh tashigan karalar bor. Qoliblar, bolalar o'z ish jarayonini boshlagan. Mana Gastrobayder Andijondan kelgan, Namanganlik emas. Boshqa viloyatdanligi Gastrobayder bo'ladimi? Boshqa viloyatdan kelsa Gastrobayder bo'ladimi? Musofir. Hop. Oyligi yaxshiligi uchun ukamizga yoqib qoldi. Kollektiv ishlayapti. Mana bu tomonda ham